ilonchi ham to'ymaganda hech. Asilbekka o'xshaganda. Ha, mana hozir boraman, chiqdim uydan. Ha, qayerga ketyapsan? Ha, hozir og'ayni molga borib kelay, chaqiruvdi-da. Kim edi bu? Alo. Ha. Asilbekmi? Ha, mani o'g'lim. Yo'q. Qamay boringlar, menga kerak emas unday o'g'il. Asilbek yo'q edi. Endi kelmasa ham kerak. Tanimyapsizmi dada? Asilbekmanki o'g'li. Asilbek? Nima chizib olding? Nima kuchanib gapiryapsan? To'xta. Gapirchi, nima bo'ldi? O'rtog'imga pomidor tergan bor-edi. Pomidor masakanmi milsa bosib ketdi. Bu tushmaydimi? Qamalganman-ku dada. O'zi ketganiga 1 soat bo'ldi-ki. Asilbek, men ham senga o'taman. Majom o'ynab kelyapman. Sen mollarga qarab qo'ygin, shundaymi? Xo'p. O'tdim mana. Yo, battle boshlaymiz jigarlar. Yutqizmaylar o'g'illar, davay. Hamsiya, g'irromlik qilmasangiz yutgan bo'laydim men. Endi siz bilan majom o'ynamaganim bo'lsin. Hozir qilvoraman o'zim. Nima qilyapti bu? Davay o'g'illar, yutqizsam dadam bo'ylon 40 taylam. Hozir bo'yin Amerika maxsini qirasan sen. Men seni ko'ryapman.